Rahmat sizlarga, hammaga omad tilayman, lekin sizlarning ham ishinglarga rivoj tilayman. Unaqa o'quvchilarni kelib chiqarasiz. Man yoki boshqa kursdoshlarimiz ham manimcha savdoga chiqmagan bo'lardi. Sizlarga rahmat. Men umuman anaqa kutmadim, nima deydi. Bunaqa darajaga chiqaman, bunaqa bo'lib ketadi deb o'ylamadim. Fikrlarim juda ijobiy. Nima deydi, bu yerdagi почти hamma o'qituvchi bilan ishlab chiqdim degan umiddaman menimcha. Hammaga tavsiya qilib qolaman. Juda tez o'rganasizlar. Sizlar ham Yandexga qo'shiling. Ismim Asad. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani, ya'ni Chorva tarafda yashayman, o'sha yoqdan keldim. Qadam Educationni Instagramda ko'p kuzatib borardim, lekin aynan tavakkal qilishga rosa ham qo'rqaman. Lekin menga menejerlar aloqaga chiqib, juda ham chiroyli tushuntirganligi uchun o'qishga yozildim. Kutganimdan ko'ra yaxshi natijaga chiqdim. Birinchi o'rinda eng katta qilgan xatoyim bu sezonga oldinroq tayyorgarlik ko'rmaganim. Buni orqasidan ozgina menda minus bo'ldi va bu menga juda ham katta dars bo'ldi. Undan keyin bo'lsa kulgili vaziyat, men yig'lab bozorga bordim. Aynan sezonniy tovar olgani. Bu ham o'xshamasachi, bu ham minusga kirsachi degan qo'rquv bilan. Yo'q, o'ylaganimdan darajada uzog'i 2 oyda sotilib ketsa kerak degan taxmin bilan borib, yo'q, undan oldin sotilib ketib, menga juda ham chiroyli natijani, foydani, daromadni olib keldi. Hozirgi vaqtda Xitoydan zakaz qilib, Xitoydan buyurtma qilib, tovarlarimni o'zimga joylaganman. Bu ham sezonniy tovarlar. Bu ham men o'ylagan darajada 2 haftadan ichida juda ham tez sotildi. Qadam Educationga rahmat. Daromadlarim juda ham yaxshi bo'tdi. Aynan birinchi kirganimda 1 million so'm bilan kirib, ozgina minus bilan o'zimga dars oldim. Hozir oxirgi qo'ygan tovarlarim 3 million so'm bilan kirdim. Hisob kitobim va aniq foyda bilan hisoblanganda bu qo'limga 8 million bilan qaytadi. Xudo xolasa, aniq sof foydam bo'lsa 4 million so'm qo'limga qolishi kerak. Qadam Education spikerlari hamda kuratorlariga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Meni ismim Dilanfruz, Toshkent shahrida tug'ilganman. Shu o'zim Qadam Educationga qo'shilganimdan, a'zo bo'lganimdan juda ham xursandman. Boshda reklamalarni ko'rdim, ozgina qo'rquv bo'ldi menda. Keyin menejerlar aloqalarga chiqib, hammasini o'tida tushuntirishdi noldan boshlab. Menga juda ham yoqdi. Men boshqa oldin kurslarda o'qiganim uchun menda unaqa effekt bo'lmagan. O'zim shu anaqaga do'konga kirib, o'zim tovarlar joylay olmaganim uchun, buni ko'rib, menga menejerlar zo'r qilib tushuntirib berganligi uchun, o'zingiz qilasiz, sizga kuratorlik qilib bermaydi deb tushuntirishganligi uchun menga yoqib qolgan. O'qishni boshladim, tavakkal qilib boshladim, lekin zo'r. Men kutganimdan ham a'lo darajada bo'ldi. Kuratorlar har doim podдержкада bo'lishdi, menga polniy yordam berishdi. 24 soat pashti yordam berishadi. Tovar joyladim, do'konni o'zim ochdim. Hech unaqa o'zim ochaman deb o'ylamagandim. Do'kon ochib, tovarlarni polniy o'zim joylab, kartochkalarni yaratib, omborlargacha olib bordim. Mana hozir FBOda, FBSda ishlayapman. Bir 70 shtuk o'sha tovar joylaganman. FBSda har kuni men zakaz tushmaydi deb o'ylardim, lekin mana hozir FBSda har kuni zakaz olib boryapman. Har kuni qatnayman. Lekin zo'r o'ylaganimdan ham. Boshida shu 300-400 dollar bilan kirdim. Hozir mana hali 1 oy bo'lmadi o'zi do'kon ochib anaqa qilganimga, lekin savdam уже 4 million, 5 millionga chiqyapti. O'zim biznes yo'nalishida yurganman bir 10 yil oldin. Biznesni yaxshi tushunganim uchun shu ishga tavakkal qilib boshlab kirdim. Oldin o'zi ishlaganman, onlayn, offlayn ish zakazlar olib sotib yurardim. Hammasi zo'r, hammasidan xursandman. Qadam Educationga tavsiya qilaman yozilishinglarni. Hammasi chotki. Assalomu alaykum. Ismim Mohinur va 0 dan o'zimda natijagacha kursini o'tib tugatdim. Kursga o'zi kirganimga dekabr oyidan beri o'qiyman va nimaga o'zi imенно Qadamda o'qishim kerak degan savol bergandim menejerlarga. Nega mana shu ChatGPTda yoki YouTube'da o'sha narsalarni topib o'zim qilyapman degan savollarga juda ham gрамотно javob berishdi va to'g'risini aytaman, umuman pushaymon yeganim yo'q o'qib chiqqanim uchun, chunki оборотlarim anchagina oshdi. Nimadirlarni bilmaganimda kuratorlar juda ham katta поддержка berishdi. Undan tashqari har bitta o'qituvchi o'zini individual подходi bilan juda ham doskонально tushuntirib yetkazib berishdi. За что я очень благодарна. Shu Qadam Education tufayli mening обороtim 5 milliondan hozir 15 milliondan oshib qoldi. Undan tashqari parallelni детский kiyimlarni ham ochdim. O'sha детский kiyimlarimiz как раз sezon bo'lgani uchun Ramazon bo'yjiklarimiz juda ham zo'r ketyapti. Oylik daromadi juda ham yaxshi bo'lyapti. 5 million bilan женский kiyimlar bilan
turuvdim. Jenskiy kiyimlarim hozircha где-то 15 million chiqarganman уже. Lekin hozir zimniy kiyim bo'lgani uchun уже skladdan chiqardim. Hozir детский kiyim savdo qilyapmiz. Undan tashqari shu chiqqan pullardan yana borib Abu Sahiyga уже letniy kiyimlarga harakatdamiz hozir. Minnatdorman. Обязательно tavsiya qilaman o'qishni. Sarvar aka Yasovindan ko'p rahmat. Hamma ishib o'zini tushuntirib, to'g'ri yo'l ko'rsatib, qadrli rahmat. Aktivni hamma bag'ishga qilgani uchun. Rosa o'ylanib oxiri mana shu qadam educationga kurs sotib oldim. Ayniqsa Lazizaga katta rahmat, og'rinmasdan qachon so'rasam tushuntiradi. Rahmat, hammani ishiga omad. Assalomu alaykum hammaga. Men Barnoyev Bobur, Qashqadaryo viloyat Koson tumanidanman. Endi hozir Olmaliqda ishlayman. Instagramdan video kurs ko'rib qoldim. Shu Qadam Education o'quv markazidan uzun marketda savdo boshlash bo'yicha o'shanga qatnashdim. Birinchi boshda ikkilanishlar bo'ldi. Endi asosiy narsa bu kurs davomida yaxshi o'qish. O'zi dekabr oyidan o'qishni boshlaganman kursda. Kurs davomida o'qib turib, dekabr bir oy o'tgandan keyin YTT ochib, do'konimni yanvar oyida ochdim. Hozirda 6 xil tovar bor. Undan 2 xili sotuvda, qolgan 3 xilni endi topshirganman, endi sotuvga chiqadi. Jami 2 million pul bilan boshlaganman. Hozirda 3 million 500 bo'lishi kerak. Oborotim, daromadim 1,5 million bo'lishi kerak. Hozirda sotuvim 1 millionga chiqdi. O'zi uzum savdo qilishga qiziqardim. Hozirda uzumda hamma savdo boshlagan va yaxshi daromad topishadi. Davlat ishiga ishlab turib ham qo'shimcha daromad sifatida foydalanishadi ko'pchilik. Uzumda elektronik sohasini tanladim. Hozirda proyektor, bolalar fotoapparati, printeri va ichida keyin o'yinchoq mashinalar, elektronik pult bilan boshqariladigan. Hozirda shu narsalardan savdo qilaman. Endi kelajakda planim hozirda shu sohani egallab turib uzum marketni kengaytirish. Asosiy daromad qilib, asosiy ishim qilmoqchiman. Sizga ham tavsiya etib qo'yaman Qadam Education o'quv markazini. Assalomu alaykum. Mening ismim Alobek, familiyam Yo'ldashev. Men uzum market 0 dan progacha kursini o'sha internetda, Instagramda ko'rib qiziqdim. Chunki offlaynlarda savdolar hozirgi kunda ancha pasaygan, onlaynda savdo bo'layotganini yoritib, chiroyli tushuntirib berishganiga shu reklama orqali qiziqib keldim. Kelganimda kutib olishdi, hammasini 0 dan progacha bo'lgan o'tsiflar hammasini ko'rsatib berishdi. Qilinayotgan natijalar hozirgi kunda ko'p narsa onlaynga bog'liq bo'lib qolayotgani, offlaynda savdolar kamayib, odamlarning vaqtini tejash maqsadida onlaynga o'tayotgani haqida batafsil ma'lumotlar berib tushuntirishdi. O'sha u narsalarni eshitib ko'rganimdan keyin o'zimda yana ham qiziqish oshdi. Keyin o'sha ikkilandim, lekin o'qishga qaror qildim. O'qishga qaror qilganimdan keyin o'sha Sarvar aka spikerimiz bizga dars o'rgatishni boshladilar. Hamma narsa analiz qilish, bozorga kirish, kartochka yaratish, hammasini juda ham chiroyli tushuntirib berdilar. Onlayn darslarni ham birgalikda ko'rib, bilimimizni oshirib bordik. Hammasi yaxshi boshlandi. Shu yanvar oyidan keyin YTT ochdik. Magazinimizni chiroyli qilib yasatdik ichlarini, banner, logotiplar bilan. Tovar kartochkalarini yaratishni boshladik. Xudo xolisa, mana boshlaganimizga 1 oy bo'ldi. 10 xilcha tovar joyladim. FBO'ga olib borib topshirdim tovarni. FBS orqali ham savdo qilyapman. Hozirgi kunda 12-15 ta atrofida zakaz tushdi. Общий summada 600 ming 1 millionga yaqin savdo qildim hozirgi kunda. O'zi razgon olguncha ozgina vaqt bo'lishini tushuntirishdi. Hammasi yaxshi ketyapti xudo xolasa. Offlayn savdoda men Sergeli mashina bozorida 15 yildan beri o'sha yerda tirikchilik qilib kelamiz. Savdolar juda ham yaxshi bo'lgan, lekin shu karantindan keyin keskin tushib ketdi savdolar. Lekin kimdadir bo'layotgandir, u ham baribir vaqtincha, chunki odamlar hozir onlaynga o'tyapti. O'shani hisobiga onlayndan ko'p savdo bozorlarga ta'sir qilyapti. O'sha avtotovarlar bo'yicha yo'nalishda savdo qilib kelardim. Hozir o'sha yo'nalishim bo'yicha yana uzun marketga kirib savdoni boshlaganman. O'sha tovarlarim bo'yicha hozir ustida ishlayapman, harakat qilyapman. Inshaalloh yaxshi natijalarga spikerlar bilan, kuratorlar bilan birga erishamiz. Har doim xudo xolisa poddershkadamiz deb aytishdi. Nasib qilsa oxirigacha o'rganib bitta ishchi mutaxassisi bo'lmoqchimiz biz. Sizlarga ham taklif qilib qolaman. Offlaynda savdo kam, vaqtingiz bekor ketib qolayotgan bo'lsa, onlaynga kirib
o'sha aynan tajriba o'tkazgan boshidan bilimi bor ilmli insondan tajribadan o'tgan insonlar bilan gaplashib o'shalardan ilm olishinglarni tavsiya qilaman. Ko'chada hozir juda ham ko'payib ketdi uzum darsligini o'rgatayotganlar, man buni o'rgataman deyotganlar. Hozir даже guruhlarda ham ko'ryapmiz, o'tda o'qidim, mana yana bizlar bilan kelib o'qib bitirib yana ham xursand natijalarga erishishyapti. Sizlarga ham Qadam o'quv markazini taklif qilaman kelib o'rganishinglarni.